Agar siz iyul oyidagi o'zgarishlarni hozir tekshirmasangiz, keyin ortiqcha to'lov, jarima, hujjatdagi xato yoki xizmatdan vaqtincha cheklanish kabi muammolarga duch kelishingiz mumkin. Men bugun sizga 25-iyulgacha albatta bajarib qo'yish kerak bo'lgan eng muhim ishlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat tadbirkorlar, balki ishchilar, pensionerlar, talabalar, avtomobil egalari, uy-joy egasi bo'lganlar va kommunal to'lov qiladigan har bir oilaga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat umumiy gaplarni aytmayman. Qaysi joyda xato ko'p bo'layotgani, qaysi hujjatlarni tekshirish kerakligi, kim xavotir olish kerak va kimga bu o'zgarishlar kamroq ta'sir qilishini misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamga vaqtida yetib bormaydi. Avval ko'p masalalar qog'oz hujjat, mahalla, tuman idorasi yoki bank bo'limi orqali hal qilinar edi. Odam biror muammo chiqmaguncha o'zining qarzi, hisob kitobi, kadastr ma'lumoti, soliq majburiyati yoki kommunal balansini tekshirmas edi. Masalan, elektrdan qarz borligini faqat hisoblash o'chganda bilardi. Soliq bo'yicha xatolikni esa faqat bank kartasiga cheklov tushganda yoki notarial ish qilmoqchi bo'lganda sezardi. Kadastrdagi xato esa uy sotish, garovga qo'yish yoki meros rasmiylashtirish paytida yuzaga chiqardi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Ko'plab xizmatlar elektron bazalar orqali bog'lanmoqda. Soliq, kadastr, kommunal xizmatlar, bank ijro hujjatlari va davlat xizmatlari bir-biri bilan ko'proq ma'lumot almashyapti. Bu yaxshi tomoni shuki, odamlar ko'p hujjat ko'tarib yurmasligi mumkin. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bitta bazadagi xato boshqa jarayonga ta'sir qilib qoladi. Masalan, telefon raqamingiz eski bo'lsa, ogohlantirishni olmaysiz. Kadastrda maydon noto'g'ri turgan bo'lsa, soliq noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Kommunal hisobda eski qarz qolgan bo'lsa, keyingi to'lovlaringiz ham chalkash ko'rinadi. Shuning uchun men 25-iyulgacha hamma tomoshabinlarga bitta ishni tavsiya qilaman. O'zingizga tegishli asosiy ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Bu murakkab ish emas, lekin vaqtida qilinsa katta muammoning oldi olinadi. Uy-joy, yer, avtomobil, bank kartasi, soliq, kommunal to'lov, pensiya yoki nafaqa, kredit, aliment yoki jarima bo'yicha holatingizni bir marta ko'rib chiqing. Chunki iyul oyida ko'p tashkilotlarda yarim yillik hisob-kitoblar, yangi tariflar, ma'lumotlarni yangilash va elektron bazalarni solishtirish jarayonlari kuchayadi. Birinchi muhim masala kommunal to'lovlar. Iyul oyi yozning o'rtasi bo'lgani uchun elektr energiyasi iste'moli keskin oshadi. Konditsioner, sovutgich, suv nasosi, ventilyator, muzlatgich va boshqa qurilmalar ko'proq ishlaydi. Avval oyiga bekdagida kilovat ishlatgan oila iyulda 3000 ming yoki 4000 kilovatgacha chiqib ketishi mumkin. Agar hisoblagichdagi ko'rsatkich shaxsiy hisob raqami yoki tarif noto'g'ri bo'lsa, odam aslida ishlatmagan elektr uchun ham ortiqcha to'lov qilishi mumkin. Masalan, bir oila odatda oyiga 20 ming so'm elektr to'lardi. Iyulda konditsioner ishlagani uchun bu summa 260 ming so'mga chiqishi tabiiy bo'lishi mumkin. Lekin agar oldingi qarz, noto'g'ri ko'rsatkich yoki qo'shni hisob raqamiga adashib tushgan to'lov bo'lsa, summa 500 ming so'm bo'lib ko'rinadi. Odam buni vaqtida tekshirmasa, keyin xizmatdan cheklanish yoki qayta hisob-kitob uchun idora yurishga majbur bo'ladi. Shuning uchun 25-iyulgacha elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv va chiqindi bo'yicha shaxsiy kabinet yoki to'lov ilovasida qarz va ortiqcha to'lovni tekshiring. Ikkinchi masala soliq va kadastr. Uy, kvartira, yer uchastkasi. Noturar joy yoki dala hovlisi bor odamlar albatta kadastr ma'lumotlarini ko'rishi kerak. Ko'p xatolar maydon, manzil, mulkdor, FAH, ulush, obyekt turi va foydalanish maqsadida bo'ladi. Masalan, odamning 4 sotiq yer uchastkasi bor, lekin ba'zida 6 sotiq bo'lib qolgan bo'lsa, soliq ham shunga qarab hisoblanishi mumkin. Yoki uy allaqachon boshqa odam nomiga o'tgan, lekin eski egasining nomida qarz ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'raman. Odam uyini sotgan, yangi uyga ko'chgan, lekin eski uy bo'yicha soliq xabarnomasi kelishda davom etadi. U buni menga tegishli emas deb e'tiborsiz qoldiradi. Bir necha oy yoki yil o'tgach, qarz kattalashadi, jarima qo'shiladi. Keyin notariusda yoki bankda muammo chiqadi. Eng to'g'ri yo'l shuki, 15 yilgacha soliq ilovasi yoki davlat xizmatlari orqali o'zingizga biriktirilgan mulklarni ko'ring. Agar sizga tegishli bo'lmagan obyekt chiqsa, darhol tuman soliq organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling.
Uchinchi masala bank kartalari va kreditlar. Iyul oyida ko'p odam ta'tilga chiqadi, safarga boradi, katta xarajat qiladi. Bolalar uchun o'qish yoki dam olish xarajatlari boshlanadi. Aynan shunday paytda kredit to'lovi kechikib qoladi. Bir kunlik kechikish ham kredit tarixiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik faqat 2-3 kun kechikdim, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin tizimda kechikish avtomatik qayd etilishi mumkin. Keyin odam yangi kredit yoki ipoteka olmoqchi bo'lganda rad javobi oladi. Masalan, 5 million so'mlik iste'mol kredit olgan fuqaro oyiga 620 ming so'm to'laydi. U iyulda safarga ketib, to'lov sanasini unutdi. 7 kun kechikdi. Jarima uncha katta bo'lmasligi mumkin, lekin kredit tarixida kechiktirilgan to'lov belgisi paydo bo'ladi. Agar bu holat bir necha marta takrorlansa, bank uni xavfli mijoz deb baholaydi. Shuning uchun 15 iyulgacha barcha kreditlaringiz bo'yicha to'lov sanasini, qoldiq summani va avtomatik yechib olish holatini tekshirib qo'ying. Kartangizda yetarli mablag' bo'lsin, telefon raqamingiz bankda yangilangan bo'lsin. 4-masala jarimalar va ijro hujjatlari, yo'l harakati jarimalari, aliment, sud qarori, qarzdorlik yoki boshqa majburiyatlar bazada turgan bo'lsa, odam ayrim xizmatlardan foydalanishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Ayniqsa avtomobil egalari jarimalarni doim tekshirib turishi kerak. Kamera orqali qayd etilgan jarima haqida SMS kelmagan bo'lishi mumkin. Telefon raqam eski, avtomobil ishonchnoma bilan boshqarilgan yoki xabarnoma yo'qolgan bo'lishi ehtimol. Bir haydovchi 3 oy davomida jarima yo'q deb yuradi. Keyin texnik ko'rik, sug'urta yoki avtomobilni sotish paytida bir nechta jarima borligi chiqadi. Har biri 7 ming so'mdan 5 ta jarima bo'lsa, bu hakim 7 ming so'm degani. Agar kechikish bo'yicha qo'shimcha xarajatlar qo'shilsa, odam rejalashtirmagan pulni sarflaydi. Shu sababli 15 iyulgacha avtomobilingiz bo'yicha jarimalarni tekshiring. Faqat o'zingiz haydagan avtomobilni emas, nomingizda turgan eski avtomobilni ham tekshiring. Birinchi navbatda nomida uy-joy yoki yer bor odamlar. Chunki mulk bilan bog'liq xatolar keyin katta xarajatga aylanadi. Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, yer uchastkasi, garaj, do'kon yoki boshqa noturar joy bo'lsa, soliq va kadastr ma'lumotlarini ko'rmasdan yurish xavfli. Ayniqsa oxirgi yillarda uy sotgan, meros olgan, ulush ajratgan, uyga qo'shimcha qurilish qilgan yoki manzil o'zgargan bo'lsa, albatta tekshiring. Ikkinchi guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Sizda aylanma, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, bank tushumlari, terminal, onlayn kassa yoki xodimlar bo'yicha ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ba'zan kichik xato ham katta savol tug'diradi. Masalan, ijara shartnomasi tugagan, lekin tizimda faol turibdi. Yoki onlayn kassa ishlatilmayapti, lekin faol deb ko'rinadi. Yoki xodim ishdan ketgan, lekin rasmiy ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatlarda keyin tushuntirish xati yozish, hisobotni tuzatish yoki jarima xavfi paydo bo'ladi. 3-guruh pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Bank kartasi muddati, telefon raqami, yashash manzili, oilaviy holat, nogironlik hujjati yoki boshqa ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Men ayniqsa farzandlarga aytaman, ota-onangizning kartasi, SMS xabarnomasi, bank ilovasi va hujjatlarini tekshirib bering. Ba'zan keksa odam muammoni kech sezadi, keyin bir necha idoraga borishga qiynaladi. 4-guruh talabalar va abituriyentlar oilasi. Iyul oyida o'qish, kontrakt, hujjat topshirish, imtiyoz, stipendiya, yotoqxona va boshqa masalalar ko'payadi. Pasport yoki ID karta muddati, telefon raqam, diplom, attestat, sertifikat, imtiyoz hujjatlari. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar oldindan tekshirilmasa, oxirgi kuni muammo chiqadi. Birgina FISH yozilishdagi farq ham elektron tizimda hujjat mos kelmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning nomingizda mulk bo'lmasa, kredit bo'lmasa, avtomobil bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyati bo'lmasa va kommunal hisoblar boshqa odam nomida bo'lsa, xavf nisbatan kamroq. Lekin bu umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Sizda bank kartasi, telefon raqam, pasport ma'lumoti, ish joyi, oylik tushumi yoki davlat xizmatlaridan foydalanish ehtiyoji bo'lishi mumkin. Hamma odam kamida bir marta shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish kerak. Masalan, yosh ishchi yigitning nomida hech qanday mulk yo'q. Lekin u bankdan mikroqarz olgan va kartasiga oylik tushadi. Agar u telefon raqamini almashtirgan bo'lsa, bankdan ogohlantirish kelmaydi. Yoki ish beruvchi uning pasport ma'lumotini eski kiritgan bo'lsa, mehnat staji bo'yicha xatolik chiqishi mumkin. Demak,
xavotir darajasi kam bo'lishi mumkin, lekin nazorat baribir kerak. Eng katta nozik jihat shuki, hamma muammo qarz borligidan kelib chiqmaydi. Ba'zan aksincha odam ortiqcha to'lov qilgan bo'ladi, lekin buni bilmaydi. Masalan, kommunal xizmatda 200 ming so'm ortiqcha to'lov turadi. Lekin boshqa xizmat bo'yicha 1 ming so'm qarz bor. Odam umumiy holatni ko'rmagani uchun bir joyga yana pul to'laydi. Boshqa joydagi qarz esa qolaveradi. Shuning uchun har bir xizmatni alohida tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat SMS kelmasa, qarz yo'q degani emas. Bugungi kunda juda ko'p tizimlar telefon raqamga bog'langan. Agar sim karta boshqa odam nomida bo'lsa, eski raqam o'chgan bo'lsa yoki bankda boshqa raqam turgan bo'lsa, xabar sizga yetib kelmaydi. Shu sababli men har doim aytaman. Faqat xabar kutmang, shaxsiy kabinetga kirib tekshiring. Uchinchi nozik jihat, qarindosh nomidagi mulkdan foydalanayotgan bo'lsangiz ham mas'uliyatni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, hovli otangiz nomida, lekin unda siz yashaysiz. Kommunal to'lovni siz qilasiz, soliq xabarnomasi esa otangizga boradi. Agar otangiz boshqa viloyatda yashasa yoki telefon ishlatmasa, qarz yig'ilib qolishi mumkin. Keyin meros. Sotish yoki rasmiylashtirish vaqtida butun oila muammoga duch keladi. To'rtinchi nozik jihat, elektron tizimdagi xato o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Keyin tuzatib qo'yishadi deb kutish noto'g'ri. Agar manzil noto'g'ri, maydon noto'g'ri, FIH, xato yoki obyekt sizga tegishli bo'lmasa, ariza berish kerak. Og'zaki aytish yetmaydi. Sizda murojaat raqami, ariza nusxasi yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Chunki keyin men aytgandim degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 5-nozik jihat, to'lov qilganda izoh va hisob raqamini tekshiring. Ayrim odamlar bir xizmat o'rniga boshqa xizmatga pul o'tkazib yuboradi. Masalan, gaz o'rniga elektrga, eski shaxsiy hisob raqamga yoki boshqa manzilga to'laydi. Pul yo'qolmaydi, lekin uni qaytarish yoki o'tkazish uchun vaqt ketadi. Ayniqsa katta summa to'layotganda. Avval kichik summa bilan hisob raqam to'g'riligini tekshirish foydali. Endi aniq nima qilish kerakligini ketma-ket aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi barcha rasmiy ilovalar va bank ilovalarini oching. Soliq, kommunal to'lov, bank, davlat xizmatlari, jarimalar va kadastr bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Agar ilovaga kira olmasangiz, parolni tiklang yoki yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Bu ishni 15 iyulgacha cho'zmasdan qiling. Chunki oxirgi kunlarda navbat ko'payishi mumkin. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. FH, tug'ilgan sana, JSHR, yashash manzili va telefon raqam bir xil bo'lishi kerak. Agar bankda boshqa raqam, soliqda boshqa raqam, davlat xizmatlarida boshqa raqam tursa, xabarnomalar chalkashadi. Ayniqsa yaqinda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikohdan o'tgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz yoki yangi pasport olgan bo'lsangiz, ma'lumotlarni yangilash zarur. Uchinchi qadam, mulkingiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Qog'ozga yoki telefoningizga yozing. Mening nomimda qaysi uy, qaysi yer, qaysi avtomobil, qaysi kredit, qaysi bank kartasi bor. Har birining yoniga tekshirildi deb belgi qo'ying. Bu oddiy usul, lekin juda samarali. Chunki odam ko'pincha bitta eski kredit yoki eski avtomobilni unutadi. To'rtinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar kadastr bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, kadastr hujjati, oldi sotish shartnomasi, meros hujjati, pasport yoki ID karta, to'lov kvitansiyalari kerak bo'lishi mumkin. Agar kommunal xizmat bo'yicha qayta hisob-kitob so'rasangiz, shaxsiy hisob raqam, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich rasmi va manzil ma'lumoti kerak bo'ladi. Agar bank yoki kredit bo'yicha murojaat qilsangiz, shartnoma. To'lov jadvali, chek va karta ma'lumotini tayyorlang. 5-qadam, ariza yozganda aniq yozing. Menda muammo bor, ko'rib bering, deyish yetarli emas. Masalan, shunday yozish mumkin. Mening nomimda ko'rsatilgan obyekt bo'yicha maydon noto'g'ri aks etgan. Amaldagi kadastr hujjatida 72 kvadrat metr, tizimda esa 6 kvadrat metr ko'rsatilgan. Ma'lumotni tekshirib, qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. Yoki kommunal xizmat bo'yicha 2024 yil iyun oyi uchun 300 ming so'm to'lov qilganman, lekin shaxsiy kabinetda qarz sifatida ko'rinmoqda. To'lov cheki ilova qilinadi, hisobga olishni so'rayman. Aniq yozsangiz, javob ham aniq bo'ladi. 6-qadam, har bir murojaatning raqamini saqlang. Elektron ariza bo'lsa, skrinshot qiling. Qog'oz ariza bo'lsa, qabul qilingan sanasi va kirim raqami tushirilgan nusxani oling. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, qaysi sana va qaysi xizmat bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu sizni keyingi bosqichda himoya qiladi.
7-qadam oilangizdagi katta yoshdagilarga yordam bering. Ko'p ota-onalar, buvilar, bobolar elektron tizimga kira olmaydi. Ular qarz bor yo'qligini bilmasligi mumkin. Siz 10 daqiqa vaqt ajratib, ularning kartasi, pensiyasi, kommunal to'lovi va telefon raqamini tekshirib bersangiz, keyin katta muammo oldi olinadi. Ayniqsa ularning nomida uy yoki yer bo'lsa, bu ish juda muhim. Birinchi misol, 3 xonali kvartirada yashaydigan oila yozda konditsioner ishlata boshladi. Oldin elektr uchun 1,000 so'm to'lashardi. Iyulda 390 ming so'm chiqdi. Ular buni qimmatlashdi deb o'ylab to'lab yuborishdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, hisoblagich ko'rsatkichi bir oy oldin noto'g'ri kiritilgan ekan. Agar ular 15 iyulgacha rasm, chek va shaxsiy kabinetni solishtirganda, ortiqcha hisobni tezroq tuzatish mumkin bo'lardi. Ikkinchi misol, fuqaro 2022 yilda avtomobilni ishonchnoma orqali bergan. Lekin avtomobil hali ham uning nomida. Yangi haydovchi bir necha marta qoidani buzgan. Jarimalar eski egaga kelgan, lekin u SMS olmagan. Avtomobilni rasmiy sotish kerak bo'lganda katta qarz chiqdi. Bu vaziyatda eng katta xato shuki, odam nomidagi transport vositasini tekshirmagan. Agar siz ham shunday holatda bo'lsangiz, darhol avtomobil bo'yicha jarimalar va egalik holatini ko'ring. Uchinchi misol, pensioner ayolning bank kartasi muddati tugagan. U pensiya nega tushmayapti deb kutgan. Aslida karta yangilanishi kerak bo'lgan, lekin SMS eski raqamga ketgan. Farzandi bankka borib raqamni yangilagandan keyin masala hal bo'lgan. Bunday holat ko'p uchraydi. Shuning uchun pensioner yaqinlaringizning kartasi muddati, telefon raqami va to'lov holatini tekshirib qo'ying. 4-misol, tadbirkor kichik do'kon yopgan. Lekin ijara shartnomasi va ayrim tizimlar bo'yicha faoliyat to'liq yopilmagan. U do'kon ishlamayapti, demak muammo yo'q deb o'ylagan. Keyin hisobot, soliq va tushuntirish bo'yicha murojaatlar chiqqan. Tadbirkorlar uchun qoidani eslab qoling. Faoliyatni amalda to'xtatish boshqa, hujjatni to'g'ri yopish boshqa. Har ikki tomon ham to'liq bajarilishi kerak. Birinchidan, begona odamga plastik karta ma'lumotlarini, SMS kodini yoki ilova parolini bermang. Qarzingizni tekshirib beraman, jarimani kamaytirib beraman, subsidiya chiqarib beraman degan gaplarga ishonib, kod aytish juda xavfli. Rasmiy xizmatlar hech qachon sizdan SMS kodni og'zaki so'rab olmaydi. Kod faqat sizning shaxsiy tasdiqlashingiz uchun. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Iyulda falon to'lov bekor bo'ldi. Hamma pul oladi, hamma jarima kechiriladi. 25 iyulgacha ariza bermaganlar imkoniyatdan mahrum bo'ladi degan xabarlar ko'p tarqaladi. Har bir ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Agar gap pul, mulk, soliq yoki hujjat haqida ketayotgan bo'lsa, shoshilinch qaror qilmang. Uchinchidan, to'lov cheklarini o'chirib yubormang. Kamida bir necha oy saqlang. Telefoningizda alohida papka ochib, elektr, gaz, suv, soliq, kredit va jarima cheklarini saqlasangiz, keyin isbotlash oson bo'ladi. Chek bo'lmasa ham bank tarixidan topish mumkin, lekin vaqt ketadi. Eng yaxshi yo'l chekni darhol saqlash. 4-dan, qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini so'rashdan uyalmang. Agar katta qarz chiqib qolsa, darhol yashirinmang. Tegishli tashkilotga borib, vaziyatni tushuntiring, qayta hisob kitobni so'rang. Bo'lib to'lash tartibi bor yo'qligini aniqlang. Muammoni erta ko'targan odamning imkoniyati ko'proq bo'ladi. Men bugun sizga iyul oyidagi eng muhim masalani tushuntirdim. 15 yilgacha o'zingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirib qo'ying. Kommunal to'lovlar, soliq, kadastr, bank kartasi, kredit, jarima, pensiya, nafaqa avtomobil va tadbirkorlik bo'yicha holatingizni ko'rib chiqing. Bu ish ko'p vaqt olmaydi. Lekin sizni ortiqcha to'lov, jarima hujjatdagi xato va keraksiz yugur-yugurdan saqlaydi. Eng muhim qoida shuki, SMS kelishini kutmang, muammo o'zi hal bo'ladi deb o'ylamang. Hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Bugun tekshirsangiz, ertaga xotirjam bo'lasiz. Agar xato topsangiz, ariza yozing, hujjatni ilova qiling, murojaat raqamini saqlang va javobni nazorat qiling. Sizda iyul oyida qaysi masala ko'proq tashvish uyg'otyapti? Kommunal to'lovlarmi, soliqmi, kreditmi, jarimalarmi yoki hujjatlarmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni 12 yilgacha bilish juda muhim.